Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Videoroliklar olmay qo'yganimizga ham ancha bo'lib ketdi. Sizlar bilan efir orqali suhbatlashmaganimizga ancha bo'lib ketdi. Sabablari juda ko'p ishlarimiz, bemorlarimiz juda ham ko'pchilikni tashkil qiladi va o'zimizda ham vaqtimiz juda chegaralanib qoldi. O'qishga borib keldik, boshqa bo'ldi. Shu bilan biz sizlarga videorolik tayyorlashga uspet qilmay qoldik. Ulgurmay qoldik aniqrog'i. Bugun eng ko'p savol tushayotgan, bizning klinikaga eng ko'p murojaat bo'layotgan kasallik Parkinsonizm kasalligi haqida to'liqroq ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilaman va bir nechta bemorlarni turli xil stadiyadagi, ya'ni turli xil kasallikni turli darajadagi bemorlar haqida ma'lumot beramiz. Shulardan biri Abbos va Matlubaxon opamiz bo'ladilar. Ular 1964-yilda tug'ilganlar, Namangan viloyati Chust tumanidan bizga tashrif buyurganlar. Bu kishi ham xuddi yuqorida aytib o'tgandek Parkinsonizm kasalligining titroq formasi, titroq shakli bilan kasallanganlar va bizga bu kishi ikkinchi bor murojaat qilishlari, bundan 10 oy muqaddam bizga opamizning ahvollari yaxshi bo'lmasdan boyagi xuddi Parkinsonizm kasalligining belgilari, ya'ni titroq, harakatning chegaralanishi, ovqat hazm qilishni yaxshi bo'lmasligi kabi turli xil shikoyatlar bilan bizga murojaat qilganlar. Opamizda 5-6 kun muolaja o'tkazganimizdan keyin ahvollari yaxshi bo'lib, inshaalloh 10 oy davomida hech narsa bezovta qilmay yaxshi yurganlar, keyin sekinlik bilan yana kasallikning belgilari chiqa boshlashi bilan bizga yana qaytadan murojaat qilganlar. Bu vaqtda o'zlaridan ozgina intervyu olamiz, so'rab ko'rsatib o'tamiz. Opa, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xush kelibsiz bizning klinikaga. Xushvaqt bo'ling. Davolanganingizga menimcha 8 kun bo'lib qoldi bu yerga bugun. 8 kun bo'ldi. 8-kuni. Qanday endi nima natijalar, rezultatlar shuni haqida? Doktor, men oldin YouTube kanaliga kirib, shu kasallik bo'yicha shifo izladim. Turli xil tabiblarni ko'rdim, damlamasdan ichdim, foyda ko'rmadim. Doktorlarga bordim. Boshimni urgan, har tomondan urib ko'rdim harakat qilib. Keyin YouTube kanalida sizni ko'rib qoldim. Namangan viloyati To'raqo'rg'on shahridan bir ayol kelib intervyu berganini ko'rdimda, qarasam menga o'xshagan kasallik. Sirazi 19-oktyabr o'tgan yili kuzatuvni ko'rdimda, 20-kuni sizga telefon qildim. Uka, shunaqangisam keling, men opa dedingiz, men to'g'ri taksida keldim. Esingizda bo'lsa, pastda o'zingiz kutib oldingiz. Shundayda. Kelib 5 kun lichini oldim, to'g'risini aytsam ishonmadim-da olgan lichinamga. Ta'sirini ishonganim yo'qda. Keyin ketdim. Yanvar oyi, shu ichida 15-20 kun ishlamay ketganidan keyin sezildi ta'siri, dori-dorilarning olgan ta'sirlari. Keyin chet elga yurishimiz bor edi. Ishonsangiz, o'sha olib ketgan lichinam bilan zo'r yurdim. Qiynalmadim. Ammo hech kim meni kasalligimni sezmadi. O'zim qo'rqib turdim, mazza qilib aylanib keldim. Keyin siz aytdingizki, 4-5 oyda lichina olsangiz, opa, o'tib ketadi dedingiz. Men sizni bu gaplaringizni ali qilmabman, kuchim, g'ayratim o'zimga ishonganimdan yuraverdim, dori ham ichmadim. Birini topsam, biri topilmadi. Hali ba'd olgan lichinam uchun 10 oy yurdim. 5-6 kundan keyin yana belda qotish, qo'limda ro'mol o'ra olmayman. Harakat suslandi. Siraz yana sizga telefon qilsam, keling dedingiz, 8 kun bo'ldi lichina olganimga. Xursandman, kayfiyat zo'r. Bu kasallik kayfiyatdan tushirar ekan. Shunaqa. Yumshadi mushaklarim, yurishlarim yaxshi. Minnatdorman sizdan, xursandman. Sizda qalay ko'payaversin, bizga o'xshaganlarga nafinat tegsin, umringiz uzoq bo'lsin. Ammo kasalxonangizga ham gap yo'q ekan. Va'da ishlayotgan hamshiralaringiz hammasi, u povurlaringizmi, hammasi. Men sherigimga aytamanki, sanitda yotganda yotibmiz, lichinani yaxshi olyapmiz. Hammalariga gap yo'q. Omadingizni bersin, umringiz uzoq bo'lsin. Bu bilan nima demoqchiman? Menga o'xshagan o'sha bemorlar aqa-baqa yurib, haqiqiy mutaxassisni topa olmayapti. Behuda pul sarflab menga o'xshaganlarni. Shu klinikaga kelsin, sizdan maslahatlar lichina olsin deyman, foydasini ko'rsin deyman. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Baraka toping. Hozir yana qisqa aytib o'tib ketishimiz kerak. Bizning klinika nevrologik klinika, ya'ni nevrologiya yo'nalishi bo'yicha ish olib boramiz. Ko'pchilik so'raydi, qanaqa
yo'llar bilan davolaysizlar? Tabiblikmi yo igloterapiyami yoki boshqami bumi degan savollar juda ham ko'p tushadi. To'g'ri. Bizning klinikamizda haqiqiy nevrologik yondashuv amalga oshiriladi. Bundan oldingi videolarda ham aytib o'tganimizdek, Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan berilgan tavsiyalar, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligida chiqarilgan hujjatlar, qonunlar asosida yana vrachning o'zining shaxsiy olgan ilmlari, chet davlatlardan olib kelgan tajribalarimiz, bemorlardan o'rgangan tajribalarimiz, hayotiy mana bu nechta minglab bemorlarni davolaymiz, o'shandan olingan tajribalarga suyangan holda imенно Parkinsonizm kasalligi bo'yicha o'sha dopaminni korreksiyalash orqali bemorlar qabul qilayotgan dopamin miqdorini to'g'rilash orqali hamda bosh miyaga transkranial magnit stimulyatsiyasi bilan stimulyatsiya qilish. Undan tashqari ozonoterapiya, undan tashqari barcha nootrop dori vositalari, nevrologik dori vositalari, fiziolecheniyalar, massajlar shular orqali biz bemorlarimiz ahvolini yengillashtiramiz. Bizning klinikamizda operatsiya qilinmaydi, operatsiya bilan shug'ullanmaymiz. Operatsiyaga biza ko'rsatma bo'lgan bemorlar kimdir operatsiya qildirmoqchi bo'lgan bo'lsa, biza qarshiligimiz ham yo'q bu narsaga. Barcha davolash muolajalarimiz faqat meditsinskiy yo'l bilan amalga oshiriladi. Shuning uchun yana ham ko'proq ma'lumotlar berib o'tamiz. Bu kasallikni chuqurlashib ketishini oldini olish maqsadida bemorlarimizni 1 yilda 1 marta, 2 marta qayta davolashga biz chaqiramiz. Davolash kurslarini o'tadi. Bizda 10 yil, 12 yildan beri davolanib yurgan bemorlarimiz bor. Ularda Parkinsonizm kasalligini 4 ta bosqichi bo'ladi. Birinchi bosqichida kelgan bo'lsa, birinchi bosqichida turibdi. Undan chuqurlashib ketgani yo'q. Chuqurlashini oldini olish maqsadida ham davolash muolajalarini olib boramiz. Shu. Rahmat doktor. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Omad sizga ishlaringizga. Rahmat. Sizga o'xshaganlar ko'payaversin. Bitta harakatlanib yurib ko'rsatsak, Ko'rsataman-da. ko'rsataylik. Qanalarim bo'shab, harakatga tushdim. O'shanda kelganda aytdingiz, siz opa qattiq siqilibsiz dedingiz. Shunaqa. Sizniki o'tib ketadi dedingiz. Stress orqali kelib chiqqan sabablari deb aytganman. Shundan ayman shunday mehrim tushdi, haqiqatda ustasi ekansiz dedim. Gap yo'q. Baraka toping. Umringiz uzoq, omadingiz. Hamma bemorlarimizga Alloh shifo bersin avvalambor. Bizda bir sababchimiz, albatta, shunday. Rahmat. Rahmat. Sababchilar ham to'g'ri yo'llaganingiz uchun katta rahmat. Salomat Mana bo'linglar. adashmaganman. Rahmat. Baraka topinglar. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Rahmat.